Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi degan xabarlar nimani anglatadi? Bu gapni ko'pchilik eshitdi. Kimdir quvondi, kimdir endi gaz, svet suv uchun umuman to'lamaymizmi deb o'yladi. Kimdir esa ertaga qarzdor bo'lib qolmaymanmi deb xavotirga tushdi. Men bugun shu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijarachi, har bir tadbirkor va pensiya oluvchi uchun muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga aynan nima qilish kerakligini, qayerga murojaat qilishni va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yishni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikni ortiqcha jarima, qarz va asabiylashishdan saqlab qoladi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Kommunal to'lovlar butunlay bekor bo'ldimi? Oddiy qilib aytsam, ko'p hollarda yo'q. Kommunal xizmatlarning o'zi bepul bo'lib qolmaydi. Gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi, issiq suv, kanalizatsiya, chiqindi olib ketish kabi xizmatlar ishlab chiqariladi, yetkaziladi, ta'mirlandi va hisobga olinadi. Buning xarajati bor. Shuning uchun hukumat kommunal to'lovlarni bekor qildi degan jumlani eshitganda men doim birinchi navbatda hujjatning mazmunini, kimlarga tegishli ekanini, qaysi muddatga va qaysi turdagi to'lovlar haqida gap ketayotganini tekshirishni tavsiya qilaman. Ko'pincha bunday xabarlar 3 xil holatga tegishli bo'ladi. Birinchisi, ayrim ijtimoiy toifadagi fuqarolarga kompensatsiya, subsidiya yoki yordam beriladi. Ya'ni fuqaro umuman to'lamaydi degani emas, balki uning to'lovining bir qismi davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Ikkinchisi penya, jarima yoki eski qarzdorlik bo'yicha ma'lum yengillik berilishi mumkin. Masalan, asosiy qarzni to'lasa penya kechiriladi yoki qarz bo'lib to'lanadi. Uchinchisi, ayrim hududlarda avariya, uzilish, sifatsiz xizmat yoki hisoblagichdagi xato sababli qayta hisob-kitob qilinadi. Bu ham to'lov bekor qilindi degani emas, balki noto'g'ri hisoblangan summa tuzatiladi degani. Oldin qanday edi? Oddiy tartib shunday bo'lgan. Siz iste'mol qilgan elektr energiyasi gaz yoki suv hisoblagich orqali o'lchanadi. Hisoblagich bo'lmasa belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Oy oxirida shaxsiy hisob raqamingizga summa yoziladi. Siz uni bank, mobil ilova, to'lov tizimlari, pochta yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot kassasi orqali to'laysiz. Agar vaqtida to'lanmasa, qarzdorlik yig'iladi. Ba'zi holatlarda penya hisoblanadi. Keyin ogohlantirish beriladi. Oxir oqibat xizmat cheklanishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? O'zgarish odatda shunda bo'ladi. Ayrim fuqarolarga to'lov yukini kamaytirish, qarzdorlikni yengillashtirish, hisob-kitobni adolatli qilish yoki ijtimoiy himoyani kuchaytirish chorasi ko'riladi. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kim tinch bo'lishi mumkin? Men ko'p odamlar bilan gaplashganimda bir xil xatoni ko'raman. Odamlar sarlavhani o'qiydi, lekin ichidagi shartlarni o'qimaydi. Bekor qilindi degan so'z bor ekan, demak endi to'lamasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Bu eng xavfli xulosa, chunki kommunal tizimda qarz avtomatik yozilib boradi. Agar siz aslida imtiyozga kirmasangiz, 3-4 oy o'tgach katta summa yig'ilib qolishi mumkin. Masalan, bir oilani olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 5 kishilik oila oyiga 2000 kilovat elektr ishlatadi. Qishda gaz iste'moli ham oshadi, suv uchun ham alohida to'lov bor. Agar ular to'lov bekor bo'ldi degan xabarga ishonib 3 oy hech narsa to'lamasa, elektrdan 2000 kilovatdan oyga shartli 100 ming so'm, gazdan qishda oyga 200 ming 300 ming so'm, suv va chiqindidan yana 20 ming so'm yig'ilishi mumkin. 3 oyda umumiy qarz 1 million so'mga yaqinlashadi. Keyin esa odam men oxir bekor bo'ldi deb eshitgandim deydi. Lekin tizimda qarz borligi ko'rinadi. Shuning uchun eng birinchi qo'yda rasmiy tasdiqsiz to'lovni to'xtatmang. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda qarzdorligi borlar. Agar sizning gaz, elektr yoki suvdan eski qarzingiz bo'lsa, bekor qilindi degan gap aynan sizga taalluqlimi yoki yo'qmi? Albatta aniqlashingiz kerak. Chunki ayrim yengilliklar faqat penya bo'yicha bo'lishi mumkin. Asosiy qarz baribir qoladi. Misol uchun, sizning elektrdan 800 ming so'm asosiy qarzingiz va 20 ming so'm penyangiz bor. Agar yengillik faqat penya bo'yicha bo'lsa, 20 ming so'm kechirilishi mumkin, lekin 800 ming so'mni baribir to'lashingiz kerak bo'ladi. Agar siz hammasi bekor bo'ldi deb o'ylasangiz, keyin xizmat cheklanishi xavfi paydo bo'ladi. Ikkinchi xavotir olishi kerak bo'lgan guruh hisoblagichi ishlamayotgan yoki
ko'rsatkichni vaqtida bermayotgan xonadonlar. Hisoblagich ishlamasa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot me'yor bo'yicha hisoblashga o'tishi mumkin. Bu ko'pincha odam kutgandan ko'proq chiqadi. Masalan, bitta odam yashaydigan uyda suv hisoblagich nosoz bo'lsa, amalda oyga 304 kub suv ishlatilishi mumkin. Lekin me'yor bo'yicha 10-12 kub hisoblanib qolishi ehtimoli bor. Keyin odam men buncha suv ishlatmadim deydi. Shu sababli hisoblagich masalasi imtiyozdan ham muhim bo'lishi mumkin. 3-guruh ijara uyda yashovchilar. Ko'p hollarda kommunal shaxsiy hisob raqami uy egasi nomida bo'ladi. To'lovni esa ijarachi qiladi. Agar ijarachi kommunal bekor bo'libdi deb to'lamasa, uy egasi bilan janjal chiqadi. Qarz esa baribir manzilga yoziladi. Shuning uchun ijarada yashayotgan bo'lsangiz, to'lov kvitansiyalarini saqlang. Mobil ilovadagi cheklarni yo'qotmang. Uy egasi bilan kim nima uchun javobgar ekanini yozma ravishda kelishib oling. Og'zaki gapga isbot bo'lmaydi. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin. Agar siz har oy to'lovlarni o'z vaqtida qilib kelayotgan bo'lsangiz, hisoblagiklaringiz joyida bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, siz uchun asosiy vazifa yangilikni to'g'ri tushunish va ortiqcha vahimaga tushmaslik. Siz shunchaki shaxsiy hisob raqamingizni tekshirib turasiz. Agar haqiqatan ham sizga subsidiya yoki kompensatsiya tushsa, bu summa hisobda ko'rinadi yoki tegishli tartibda sizga xabar beriladi. Lekin bu ham kelgusi oylar uchun avtomatik umuman to'lamayman degani emas. Keling, yana bir real hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Uning oyiga daromadi cheklangan. Qishda gaz va elektr xarajatlari oshadi. Davlat ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha yordam belgilashi mumkin. Bunday holatda ayol mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli platforma orqali ro'yxatga olinadi. Uning daromadi, oilaviy holati, yashash sharoiti tekshiriladi. Agar u mezonga mos tushsa, yordam ajratiladi. Lekin bu yordam ko'pincha aniq summa yoki aniq davrga beriladi. Masalan, isitish mavsumida bir necha oy davomida yordam bo'lishi mumkin. Bu ayol uchun katta yengillik, lekin baribir hisobni kuzatish va to'lov intizomini saqlash kerak. Yana bir misol, kichik do'kon egasi bor. U elektr energiyasidan faol foydalanadi. Muzlatgichlar, yoritish, kassa, konditsioner. U kommunal to'lov bekor bo'ldi degan xabarni eshitib, biznes uchun ham amal qiladi deb o'ylashi mumkin. Aslida ijtimoiy yordamlar ko'pincha aholiga, ya'ni jismoniy shaxslarga qaratiladi. Tadbirkorlik subyekti uchun tarif, qarzdorlik, hisob-kitob tartibi boshqa bo'lishi mumkin. Agar tadbirkor to'lamay qo'ysa, qarzdorlik tez yig'iladi va faoliyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Shuning uchun tadbirkorlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Ular har bir xabarni o'z sohasiga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlamasdan qaror qilmasligi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat bekor qilish so'zi har doim bir xil ma'noni anglatmaydi. Ba'zan to'lov emas, faqat majburiy avans bekor qilinadi. Ba'zan ayrim xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilinadi. Ba'zan faqat ma'lum toifadagi aholi uchun vaqtinchalik yengillik beriladi. Ba'zan to'lov bekor emas, undirish vaqtincha to'xtatildi degan mazmun bo'ladi. Bu ikki narsa o'rtasida katta farq bor. Undirish to'xtatilsa, qarz o'chdi degani emas, shunchaki ma'lum muddat majburiy choralar qo'llanmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Ko'pchilik men kam ta'minlanganman, demak tizim o'zi biladi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim yordamlar uchun ariza berish, ro'yxatga kirish, hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. Agar siz ariza bermasangiz, huquqingiz bo'lsa ham yordam olmay qolishingiz mumkin. Masalan, oilada nogironligi bo'lgan shaxs bor. Daromad kam, lekin oila kerakli ro'yxatga kirmagan. Ular yordam kutadi, lekin tizimlar bo'yicha ma'lumot to'liq bo'lmasa kompensatsiya chiqmaydi. Shu sababli menga tegishli bo'lsa, o'zi keladi degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat, kommunal xizmatlar bo'yicha qarz uy-joy oldi-sotdisida muammo tug'dirishi mumkin. Agar siz uy sotib olayotgan bo'lsangiz, albatta gaz, elektr, suv, issiqlik chiqindi bo'yicha qarzdorlik bor-yo'qligini tekshiring. Ba'zan eski egadan qolgan qarz yangi egaga bosh og'rig'i bo'ladi. Huquqiy jihatdan har bir holat alohida ko'riladi. Lekin amaliyotda shaxsiy hisob raqam manzilga bog'langan bo'lgani uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan tushuntirish ishlari kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun uy olayotganda kommunal qarz yo'qligi haqida ma'lumotnoma yoki kamida ilovalar orqali tekshiruv qilish juda muhim. To'rtinchi nozik jihat, hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilishi mumkin. Masalan,
Siz elektr hisoblagichda 2005 musaqton ko'rsatkichni ko'rdingiz, lekin ilovada 25 musaqton kiritilib qolgan. Bitta raqam almashsa ham sizga ortiqcha summa yozilishi mumkin. Agar buni vaqtida sezmasangiz, keyin isbotlash qiyinlashadi. Men tavsiya qilaman. Har oy bir sanada hisoblagichlarni suratga oling. Suratdagi san telefoningizda saqlanadi. Agar nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Bu juda oddiy, lekin juda foydali odat. 5-nozik jihat. Sifatsiz xizmat uchun qayta hisob kitob qilish mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, issiqlik ta'minoti bo'lishi kerak, lekin radiatorlar sovuq yoki suv bir necha kun kelmagan yoki elektr uzilishi me'yordan oshgan. Bunday holatda odamlar ko'pincha shunchaki noliydi, lekin rasmiy murojaat qilmaydi. Rasmiy murojaat bo'lmasa, keyin xizmat bo'lmaganini isbotlash qiyin. Agar xizmat sifatidan norozi bo'lsangiz, dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Murojaat raqamini yozib oling. Mahalla yoki boshqaruv kompaniyasi orqali dalolatnoma tuzdiring. Shunda qayta hisob kitob talab qilish imkoniyati oshadi. 6-nozik jihat. Men uyda yashamadim, demak to'lamayman degan tushuncha ham har doim to'g'ri emas. Agar uyda hech kim yashamagan bo'lsa va hisoblagichlar bo'lsa, iste'mol nolga yaqin bo'ladi. Lekin ayrim xizmatlar, masalan chiqindi yoki umumiy mulkni saqlash xarajatlari yashash vaqtiga emas, mulkka yoki ro'yxatdagi odamlar soniga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan bo'lsangiz, tegishli tashkilotga oldindan yoki qaytgach hujjat bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Masalan, davolanishda bo'lganingiz, xizmat safarida yurganingiz yoki chet elda bo'lganingizni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Mobil ilovada to'lov qilganda xizmat turini adashtirmang. Ba'zan odam suv o'rniga boshqa xizmatga pul o'tkazib yuboradi yoki eski shaxsiy hisob raqamiga to'laydi. Pul yo'qolmaydi. Lekin uni qaytarish yoki to'g'ri hisobga o'tkazish uchun vaqt ketadi. Shu vaqt ichida esa asl hisobda qarz ko'rinib turadi. To'lovdan oldin manzil, FISH, shaxsiy hisob raqam va xizmat turini tekshiring. Chekni telefoningizga saqlab qo'ying. 8-nozik jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda eski qarorlar yangidek tarqatilishi mumkin. Masalan, bir necha yil oldingi imtiyoz haqidagi xabar bugun qayta aylanishi mumkin. Odamlar esa uni yangi qaror deb qabul qiladi. Shuning uchun men doimo aytaman, qaror sanasiga qarang, hujjat raqamiga qarang, qaysi hududga tegishli ekanini tekshiring. Rasmiy manbalar, hukumat portallari, vazirlik va qo'mitalarning rasmiy sayfalari, kommunal tashkilotlarning rasmiy kanallari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla va ijtimoiy himoya organlari. Endi eng amaliy qismga keldik. Men sizga bosqichma-bosqich yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha hozirgi holatingizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Mobil ilovalar, rasmiy saytlar yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali qarzdorlik bor yo'qligini ko'ring. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki tashkilotning hududiy bo'limiga boring. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini bugunoq suratga oling. Suratlarda raqamlar aniq ko'rinsin. Agar hisoblagich plombasi buzilgan, oynasi singan, raqami o'qilmaydigan yoki umuman ishlamayotgan bo'lsa, buni kechiktirmang. Darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Chunki nosoz hisoblagich keyinchalik katta qarz, qayta hisoblash yoki nizoga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam, siz imtiyozga kirishingiz mumkinmi? Shuni aniqlang. Agar oilangiz kam ta'minlangan bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, yolg'iz pensioner bo'lsangiz, ko'p bolali oila bo'lsangiz yoki daromadingiz kommunal xarajatlarni qoplashga yetmayotgan bo'lsa, mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiya yoki kompensatsiya olish tartibi qanday? Men qaysi ro'yxatga kirishim kerak? Qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot, pensiya yoki nafaqa olishingizni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, kommunal to'lov kvitansiyalari. Shaxsiy hisob raqamlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan ro'yxatni aniqlab oling. Hujjatlarni telefoningizda ham rasm qilib saqlang. Qog'oz nusxasini ham olib boring. 5-qadam, agar sizga ortiqcha hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering.
Arizada quyidagilar bo'lsin: ifa, manzil, telefon raqam, shaxsiy hisob raqam, qaysi xizmat bo'yicha e'tiroz borligi. Qaysi davr uchun qayta hisob kitob so'rayotganingiz, nima sababdan norozi ekaningiz. Masalan, 2026 yil yanvar oyi uchun suv iste'moli 1 kub deb hisoblangan, lekin hisoblagich ko'rsatkichi bo'yicha farq 6 kubni tashkil qiladi. Hisoblagich ko'rsatkichlari suratlari ilova qilinadi. Qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydirib oling yoki elektron murojaat yuborsangiz. Murojaat raqamini saqlang. 6-qadam, qarzingiz bo'lsa yashirmang, kelishuvga harakat qiling. Ba'zi odamlar qarzni ko'rib qo'rqadi va umuman murojaat qilmaydi. Bu xato. Agar sizda katta qarz bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bo'lib to'lash imkoniyati, penga bo'yicha yengillik, qayta hisob kitob ehtimoli haqida so'rang. Masalan, 2 million so'm qarzingiz bo'lsa, uni birdan to'lash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin oyga 300-400 ming so'mdan to'lash bo'yicha kelishuv qilish mumkin bo'lsa, xizmat cheklanishining oldini olasiz. Eng muhimi, rasmiy muloqot qiling. 7-qadam. Agar ijarada yashasangiz, kommunal masalani shartnomada ko'rsating. Shartnomada elektr, gaz, suv, internet chiqindi va boshqa to'lovlarni kim to'lashi aniq yozilsin. Har oy cheklarni uy egasiga yuboring yoki bir joyda saqlang. Agar uy egasi o'zi to'lasa, siz bergan pul uchun tasdiq oling. Bu mayda narsa emas. Ertaga nizo chiqsa, aynan shu chek va yozishmalar sizni himoya qiladi. 8-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi har qanday kanalga ishonib ketmang. Ayniqsa sarlavhada "Shoshiling, hamma uchun bekor, endi umuman to'lamaysiz" kabi jumlalar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy manbaga kirmasdan to'lovni to'xtatmang. Agar tushunmasangiz, izohlarda savol yozing, mahalladan so'rang. Kommunal tashkilot chal markaziga qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, oilangizda kommunal mas'ul shaxsni belgilang. Ko'p xonadonlarda kimdir elektrni to'laydi, kimdir suvni unutadi, kimdir gazni boshqa oyga qoldiradi. Natijada tartibsizlik bo'ladi. Bir kishi har oyning ma'lum kunda barcha hisoblarni tekshirsin, to'lovlarni amalga oshirsin, cheklarni saqlasin. Bu oddiy tartib oilani keraksiz qarzlardan saqlaydi. 10-qadam. Agar haqiqatdan ham hukumat tomonidan sizga tegishli yengillik belgilangan bo'lsa, uning muddati va chegarasini yozib oling. Masalan, faqat qish mavsumigami, faqat ma'lum summagachami, faqat elektrgami yoki gazga hammi? Faqat asosiy yashash joyigami yoki boshqa mulkka hammi? Shu savollarning javobini bilmasangiz, keyin chalkashlik bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. Kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni eshitganingizda darhol to'lovni to'xtatib qo'ymang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Bu yengillik kimlarga, qaysi xizmatlarga, qaysi muddatga va qanday shartlar bilan berilayotganini aniqlang. Ko'p hollarda gap to'lovlarning butunlay bekor qilinishi haqida emas, balki subsidiya, kompensatsiya, penga kechirilishi. Qayta hisob kitob yoki ayrim toifadagi fuqarolar uchun yengillik haqida bo'ladi. Hisoblagichlaringizni suratga oling, qarzdorlikni tekshiring, hujjatlarni tayyorlang va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar sizning holatingizda kommunal to'lovlar bo'yicha tushunarsiz summa chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat, qaysi hudud, qancha summa va nima muammo. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan xabar butun oilani qarzga kiritib qo'yishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, bildirishnomani yoqib qo'ying. Men sizlarga har doim rasmiy, tushunarli va amaliy ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman.